yuqu bo'lgan vrachlar agar shu ketishda davolanmasangiz yurolmay qolasiz degan menga. Sog'liq kerak bo'lsa foydalanish kerak ekan. Men ham boshda ishonmadim, keyin ichib boshlagan shu ikkinchi kursdan juda sog'lig'im tiklandi. Hozir o'tirib namoz o'qirdi avval hozir bemalol 5 vaqt namozga tikka turib, namoz o'qib mazza qilyaptilar xudo xolasa. Men Davlat Bashiroyman. Navbahor mahallasi, Angor tumanidan Navbahor mahallasida yashayman. 86-domda. Shu oyog'im shishib ketdi. Birinchi og'rig'im shu oyog'im juda shishib ketdi. Keyin o'sha vrachga borib edim, analizga buyurdi meni. Keyin analizimda bir virus chiqdi, revmatizm. Tuz paydo bo'lganda. Keyin shu dorilar berdi. Vrachga borib uchrashdim, bir Sayro degan vrachga, travmatolog. Keyin nevrologiyaga uchrashdim. Shunda menga ko'p dorilarni buyurdilar. Onamga shu argona kaps preparatlarni olib berib, xudo xolasa ichirishga anaqa qildik. Xudo xolasa yaxshi, avvalgidan qaraganda hozir juda ham yaxshi mahsulotdan foydalanib, alhamdulillah onam hozir namozlarda qiynalmaydi, mazza qilib, duolarni olib, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketdilar. Birdaniga yaxshi bo'lmadim. Keyin tanamga, oyoqlarimga singishib, keyin foyda oldim. İchaymi, ichmaymi, og'riq bor, foyda bermayapti deb anaqa qildilar. Keyin o'zim turdim oyonida. Har kuni kechqurun ichirib, o'zim turib, xudo xolasa bir yil ichinidan keyin 15 kun, 20 kun atroflarida sezildi, o'zlari sezdi. Keyin ikkinchi kursda juda ham foydasini sezdim. Otajonimga katta rahmat. O'g'limga, hammaning o'g'li mening o'g'limga o'xshasin. Men roziman farzandimdan, chunki mening sog'lig'imni tiklanishga katta yordam berdi. Sog'liq kerak bo'lsa foydalanish kerak ekan. Men ham boshda ishonmadim, keyin ichib boshlagan shu ikkinchi kursdan juda sog'lig'im tiklandi. Shuni foydasi borligini ko'rib turib, ishonib, shuni zakaz qildik va onamda manaka xudo xolasa anasini ko'rib tursa o'zlaring sifatini ham oldilaring, yurib ham ko'rsatdilar. Hozir manaka oyog'imni ushlarida ham fitnesslarda mashq qilyapman. Juda yaxshiman. Unda g'ajir-g'ujurlar ham yo'qoldi. O'zim bilan birga umralarga borib keldi, Ka'balarni tavof qildi, o'zini anasi bilan. Alloh taolo quvvat berdi, biz sababchi bo'ldik. Fitness klublarga boryapman. Ustozlar, yosh kelinlar bilan birga mashq bajaryapman. Borgan vaqtim o'g'lim bitta ham ip sakra olmasin. Hozir 30 ta sakrayapman.